qonun doirasida yechim topishga, maslahat berishga biz shu mahallaga keldik. Shu o'lchovda bo'layotgan, xatoda bo'layotgan masalalar borda. Yerni o'zboshimchaliklar egallab olish oldinga nisbatan sezilarli darajada to'xtadi. To'g'rimi? Bunday qiyoslab olganda juda keskin kamaygan. Men o'zimga yashaydigan joyimda 600 mingdan 700 ming so'm to'lovini qilib olganman. Hujjatdan 30 kvadrat metrdan ortiq yer bo'lsa, misol uchun 6 sotik yer bo'ladigan bo'lsa, 6,5 sotik chiqsa atlov jarayon o'lchangan aniqlanadi. O'sha 30 kvadratdan neshtasiga avtomatik tarzda tizimning o'zi e'tirof dasturiga 35-modda bo'yicha chiqaradi. 25 sutka chiqarilgan 7 sutlik 6 yerning chiqasi 7 sutlik reaktor. Bitta savol shu o'zim bilan turgan farzandimga shu nomiga o'tkazib berib, kadastr masalasi boshqa sohasida ham mana shunday yig'ilishlar, suhbatlar, gullar bo'lib tursa, hamma ham meni dehqonchilik kasb-karlarimizni, chorvalarimizni halol mehnat bilan topgan narsa ham niyatlarimizni